Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulillahi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Elhamdülillah, Allah Teala'nın rahmeti bilen Zülhicce ayına da yakınlaştık. Mübarek bulan ay. Allah Subhanahu Teala Kur'an-ı Kerim'de aylar meselesini ko'tarib shunday so'zlar aytadi. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. İnne iddeteş-şuhuri indallahi 12 şahran. Yani Allah Subhanahu Teala karşında aylarının sonu 12. Biz iyeleşkençe, bizning turmuşumuzda bo'lgancha, shunday o'qravishda aylarning sonu 12. Amma da lakin dini kalendarimizda mümin musulmonlarning o'zlarining bayramlarini belgilab o'tatirgan kalendarimizda, ulda bo'lsa hijriy kalendarda endi bu oylar birozgina ayrilib turadi. Amma da lakin şu oylarning dörtesi Allah Subhanahu Teala tarafından haram deb belgilangan, ya'ni tıyılgan aylar. Şu aylar bizga narsasi bilan ma'lum, narsasi bilan tanila. Bu aylarda ilki qabilalar so'g'ishlarini, turli nizaqlarni to'xtatgan bo'lsalar, endi Allah Subhanahu Teala da shulay bu aylarga şu ahamiyatni berdi. Birga qo'shdi. Ya'ni ahamiyat berib, bu aylarda turli nizaqlarni to'xtatib, turmushimizni davom ettirga bizga endi shuning bilan ayirib qo'ydi. Ham şu ayrim haram oylarning birisi ulda bo'lsa Zulhijja oyi. Shulay şu Zulhijja oyining fazilati Allah Subhanahu Teala tag'in da yuqoriroq darajaga ko'tarib qo'ydi. Ya'ni Zulhijja oyin fazilatli ittirdi. Narsa bilan Allah Subhanahu Teala bu oyini ulug'ladi. Eng avvali albatta biz bilgan islom dinining 5-chi bag'anasi ulda bo'lsa hoj amallari. Naq mana Zulhijja oyында hoj amal qilina. Naq mana shu vaqtda G'arafaga borib duolar qilina. Naq mana shu vaqtda sag'iy qilina. Naq mana shu vaqtda tavoflar qilina. Hoj amalında. Albatta boshqa vaqtda G'umrada da biz shu ishlarni boshqara olamiz, amma da lakin hoj amallari naq mana G'arafa, chunki hojning tub amali ulda bo'lsa G'arafa. Endi naq mana Zulhijja oyina to'g'ri keladi. Şulay şu Zulhijja ayında bütün mümin musulmonlar için vacib derecesinde, tiyişli derecede bulgan qurban amali, qurban ibadati. Kimning kumush bo'yicha şu nisab degan tushuncha tug'ildiyken, alar için albatta bu amal, ya'ni qurban shalu tiyişli bo'lib turadi. Allah Subhanahu Teala'ga yaqinayu amallari. Şu qurban degan so'zimizda yaqinayu deganning adı. Ham şulay şu ayda albatta Allah Subhanahu Teala tarafından bizning duolarimiz qabul buluvi. Hojilarning duolari G'arafada turganda, hoj amalini boshqargan vaqtda qabul bo'lsa, endi kimda kim hoj amalini qila olmay, Allah Subhanahu Teala alarga da shunday mumkinlikni beradi. Jum'a kunlarida, atna kish vaqtlarida, tungi vaqtlarda şu vaqtlarni boshqa o'zdirmishi Allah Subhanahu Teala'ning rizolig'iga erishirga deb bu amallarni boshqarsak, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ko'rsatgan yo'lni o'zimizga bir ko'rsatkich ittirib olib turmushimizni o'zgartirishga tirishsak, Allah Subhanahu Teala hech shaksiz bu tirishligimizni boshqa qoldirmas. Allah Subhanahu Teala duolarimizni qabul etar. Bizga endi bir yengillikni nasib etar. Shulay bu oydagi izgi amallarimizning ajr savobi ortuvi bilan ikkinchi vaqtda qo'rg'a kerak. Ya'ni bu vaqtda nindidir nasharlikdan, nindidir buzuqlikdan tiyilib turuvimiz. Hojilarga ishab, ya'ni o'zimiz hoj qilmasak da, amma da lakin hojilar nindi ravishda turli talashuvlardan, turli nizaqlardan tiyilib turarlar. Biz de shunday ravishda bu oyimizni o'tkazsak, bikta xayrli bo'lar. Nindidir gunohga kirib ketsak, nindidir kimchiligimiz bo'lsa, shu gunohlarimizni surtib qo'yib, shu gunohlarimizdan oranib, kimchiliklarimizni tuzatib, turmushimizni davom ettirganmina degan mumkinlik. Nindidir gunoh ishladik ekan, bu vaqtda jazosi ortir. Shunga ko'ra bu bizga bir kesatu. Bu vaqtda tiyilib turib, bu vaqtda foyda bilan o'tkazib, o'zimizning turmushimizni xayrli yoqqa yo'naldirish uchun mana degan bir mumkinlik. Alloh taolaning rahmati bilan bu yakshanba kunining quyoshi boygandan so'ng, endi dushanba kunidan boshlab Zulhijja oyining 1-kunini oyoq basamiz. Alhamdulillah. Şu vaqtda albatta o'zimizni tiynoq tutib, Alloh taolaning amrlaridan endi foydalanib, amrlarini tutib,
Алла Субхану тәгалә тыйган гамәлләрдән тыелып, үзебезне бер тәртипкә кертеп, тормышыбызны дәвам итәргә насип булсын һәммәбезгә дә. Алла Субхану тәгалә дуаларыбызны, изгелекләребезне кабул итсен. Корбаннарыбызны, хаҗларыбызны кабул итсен. Алла Субхану тәгалә безгә һәммәбезгә дә хәйр, ихсан насип итсен. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله أكبر.